Yurtimizda yoshlarning o'qib izlanishi, bilim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu imkoniyatlardan unumli foydalangan, yuqori natijalarga erishib kelayotgan yoshlar e'tiborsiz qoldirilmayapti. Jumladan, maktab ta'limida a'lo baholarga o'qigan bitiruvchilar har yili an'anaviy tarzda oltin va kumush medallar bilan taqdirlanadi. Joriy yil ham respublikamizdagi barcha maktablarning faol bitiruvchilariga oltin va kumush medallar topshirilmoqda. Jumladan, Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida ham bir qator ilmga chanqoq, izlanuvchan yoshlar ushbu medallar bilan taqdirlandi. Jarayondan Sarvinoz Burxonova xabar qiladi. Joriy yil Oqdaryo tumanida joylashgan maktablardagi 2006 nafar bitiruvchilarning 36 nafari oltin, 6 nafari kumush medal bilan taqdirlanishdi. Tadbirda ilmga chanqoq, faol yoshlar va ularning ota-onalari hamda ustozlari jam bo'lishgan. 2024-2025 o'quv yilida Oqdaryo tumanidagi mavjud 55 ta maktabni 2006 nafar 11 sinf bitiruvchilari bitiryapti. Shulardan hozirgi kunda 245 nafari milliy va xalqaro sertifikatlarga ega, 17 nafari muddatdan oldin xorijiy va o'zimizda O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan. Bugun bu yoshlarning quvonch va hayajonlari cheksiz. Buni ularning yuzlaridagi tabassum va yuraklaridagi faxr tuyg'usidan anglash mumkin. Har bir aytayotgan so'zlarda yangi hayot bosqichiga bo'lgan ishonch va umid ufurib turibdi. Biz esa ularning taassurotlari bilan o'rtoqlashdik. Bugun tumanimiz yoshlari uchun ajoyib quvonarli kun hisoblanadi. Bu bilan barcha bitiruvchi yoshlarni tabriklayman va ota-onalarimizni ham tabriklab qolaman. Bu yutuqqa erishish uchun ustozlarimizga kattakon rahmat aytib qolaman. Bugun biz uchun juda ham unutilmas, quvonchli kun va men bugungi kunni hayotimdagi muvaffaqiyatlarning eng boshlanishi deb hisoblayman. Bizga berilgan ushbu medalni respublikamizda yoshlarga va bizga qaratilayotgan e'tiborning yuksak namunasi sifatida qabul qilaman. Hozirgi kunda 3 nafar fanlardan sertifikat darajalarini qo'lga kiritdim va kelajakda Toshkent davlat yuridik universitetiga kirmoqchiman. Shaxsan men ham oltin medalni qo'lga kiritganimdan juda ham xursandman. Buning uchun ustozlarimizga kattakon rahmat aytaman va men ham hozirda Toshkent davlat jahon tillari universitetiga topshirmoqchiman. Hozirda 2 ta fandan, ya'ni ona tili va ingliz tili fanlarida sertifikatlarim bor. Umid qilamizki, bu mukofot bilan taqdirlangan yoshlar kelajakda ham ana shu faollikni yo'qotmay, yetuk kadr bo'lib yetishadilar.